Chiqish uchun apparat bilan do'st bo'lish kerak ekan. Do'st bo'lishga tushunish kerak, gaplashish kerak. Uxlab turish kerak ekan. Ustoz. Faqat mashinaga tonirovka tortadi deb o'yladim. Yo'q, bu hech bee'tibor bo'lmasangiz telefonga ham tortishga majbur qilib qo'yadi. Shunday qilib ishlarimizni ham kelib oldik. Havoyimiz jazova. Bitta birinchi yubkalardan ham olaylikmi? Ishni boshlashdan oldin. Resnisalarimiz ham uzoq to'lib ketyapti. Borgan sari. Ko'chaga 16 kilometrdan o'tdi. Tashlab 15 kilometrdan qaraylar. Qaralgan joylari xulolasi qolmadi. Ustoz nimaga hozirgi kunda boshqalarda palinovka shunaqa ideal tarzda chiqmayapti, biznikida shundan yaxshi bo'lyapti. Klientlar довольный, xursand bo'lib ketishyapti. Hop, bizda bu borada opit bor. Hozir 5 yil opit bor. Yana qo'shilib ketyapti xohlasa. Bunaqa apparatlarni boshqachalari bilan kattalar bilan ishlaganman, lekin hammasining metodi bitta-da. Hammasining funksiyasi bir xil. Hozir mana kalibrovka qilyapmiz. Bundan ham zo'r chiqish uchun hozir ozgina nuqsonni bilan qilib beryapti. Bu narsalarni o'zim bilaman. Klient yo bo'lmasa telefon pushaklar bu narsani sezmaydi. O'sha narsani yo'q qilish uchun kalibrovka qilyapmiz. Xohlasa chiroyli qilib nastroyka qilib chotki qilsa, dasha kalibrovka bo'lganini ham bilmaydigan, sezilmaydigan darajada rezultat qilyapsiz inshaalloh. Demak, yaxshi chiqish uchun apparat bilan do'st bo'lish kerak ekan. Do'st bo'lishga tushunish kerak, gaplashish kerak. Uxlab turish kerak ekan. Batareyka shunday olib, bunga batareyka qo'ydik. Har doim ham ideal bo'lmaydimi? Ideallik odam yo'q. Burg'onamiz. Telefonimizni yopishtirib bitirib oldik. Klientimizga topshiramiz. Buni masalan, bu ham polirovka ketyapti. Do'pposlarni ko'ramizda endi nima chiqishi.